Endokrin kasalliklarni davolashda inson faqat psixolog bilan birga ishlash kerakmi, yoki ham psixolog, ham endokrinolog bilan ishlash kerakmi, yoki faqat endokrinolog bilan ishlash kerakmi? Bizga kelgan odamlarga men ko'pincha tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda albatta doktoringiz nima dedi deb so'rayman. U endi doktor bunaqa dedi deyman. Ha, to'g'ri aytibdi deyman. Hamkorlikda ishlaymiz deyman. Chunki har bir yo'nalishda iloji boricha hamkorlik bo'lgani yaxshi. O'shaning uchun endokrinolog va psixolog birga hamkorlikda ishlagani yaxshi. Agar psixolog kibrli bo'lsa, psixolog burni bunday bo'lsa, menga psixolog kerak emas, bu endokrinologiya bo'lmagan gap, bu noto'g'ri, sen bunday qilgin, ular dori yozaveradi deydi. Agar endokrinologni burni ko'tarilgan bo'lsa, psixologlar hech narsa emas, sen buni dorini ichgin. Ikkalasi ham kibrga berilgan, esi yo'q befarosatlar. Farosati bor esa aytadi. Endokrinologga ham borasan, psixolog bilan ham shug'ullanasan, kerak bo'lsa masjidga borib domla bilan ham maslahatlashasan. Har bir inson o'zini hissasini, o'zini tomonidan qo'sha oladigan hissasini qo'shish kerak, boshqani inkor qilmash kerak, chunki biz sababini bilmayapmiz. Sababi noma'lum. O'shaning uchun har ehtimolga qarshi hamma tomonidan yondashish bu eng to'g'ri usul.